Hürmetli vatandaş, Leksiyamında. Leksiyamdan burun bugün Çislak 2019 yıl 12. ayının 11. günü haftığı çarşamba. Mavzumuzda vatandaş. Cungoga her sebepten oyuna böce koyuştan vakit mezgili yitip gel. Amerika karar kılmadı mavzula haber. 12. ayının 11. günü Amerika avazının Xitaylı programını istilan kılın. Haber mındak başlan. 12. ayının 15. günü Cungo'dan import kılıngan 100 milyar dolarlık tuar mallığı her sebepten oyuna böce koyuş. Vakit peyti yitip gel. Amerika Koşmuş Ştatlarının Prezidenti Trump bu tordaki en ahırkı kararıga gelmedi. Reuters agentlik haftanın 3. günü, yani 12. ayının 11. günü Washington'dan tarqatqan xabarida ismini aşkarlaştı halımıgan ahvaldan xabardar bir nafar kişinin sözlerinden nakil keltirip mundaq ko'rsatdi. Oldumuzdaki bir qancha kun ichida jumladan Soda vakililar aytizlar. Prezidentning iqtisod maslahatchisi Larry Kudlow va Savdo ishlari maslahatchisi Peter Navarro, Moliya ministri Mnuchin qatorliq Amerika Qo'shma Shtatlari davlat rahbarlarini o'z ichiga olgan Amerikaning yuqori darajalik iqtisod yordamchilari Prezident Trump bilan birlikda maslahat dişidi ve karar belgilaydi. Xabarda mundaq deyildi. Eliki kişinin aytishicha Washington'da hazır tamoyda beci elishni kechiktirish uchun yo'l tuzlayotdi. Lekin eng oxirgi qaror tahvattirga chiqmadi. Ya Prezident Trump'dan Savdo ishlari vakili Peter Navarro haftaning 2. kuni Fox xabarlarining ziyoratini qabul qilganda mundaq dedi. Qandaq bo'lsin biz yaxshi o'rinda turibotimiz. Prezident tamoyda bejini yo'l qo'yishni yaxshi ko'radi. Agar biz yaxshi bir savdoga erishib qoladigan bo'lsak, bizning o'rnimiz texmo yaxshi bo'ladi. Lekin buni prezident belgilaydi. Qaror tez arada e'lon qilinadi. Aksaray bu bir necha hafta ichida Jungoga tamoyda beji qo'yish kerakmi yo'q degan masalani muhokama qildi. Maslahatlashdi. Agar ikki taraf birinchi bosqichda kelishim imzolaydigan bo'lsa, yangi tamoyda beji amaldan qoldiriladi. Navbatda Washington bilan Beijing kelishim imzolashdan olqili qismlari bo'yicha o'rtaq tanishga keldi. Yana bir xabar. Jungoning bu qatim Amerika qaratgan jamoat fikri burunqi qaraganda o'xshamay qoldi. Mavzuli xabar 12. ayning 11. kuni Dovi torbeti e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Aldirab uchib ketdi, chiroq kechiringlar vatandoshlar. Washingtondan Jungoning tovarlarga boj qo'yish payti 12. ayning 15. kuni yetib keldi. Amerika Yezilik ministri Sonny Perdue-ning faraz qilishicha 15. kuni Jungoning 160 milliard dollarlik tovar mollariga 15. kuni boj qo'yiladi. Agar 12. ayning 15. kunidan beri Amerika Jungo kelishim imzolay olmasa, asli plan bo'yicha Amerika taraf Jungoga davomli boj qo'yadi. Bu Amerika amaldorlari bir necha oydan beri takrorlab kelayotgan tahdiddir. Jungoga kelsak, bu davlatning jamoat fikri usulida o'zgarish paydo bo'ldi. Qisqartib bir jumla bilan ifodalaymiz. Yaman uzun maqola ekan, qisqartib aytdim vatandosh. Remember 12. ayning 9. kuni yani Jungoning xalq gazeti aqlchilik Jungo Amerika münasebetining asosidir mavzuliq maqola e'lon qildi. Bu maqola demakchi bo'lgani Amerika Jungo munosabati Amerikaning burundan yetilishi bilan mangmaydi. Qaysi shakllik Amerika Jungo munosabati Jungoga foydali Beijingning nazarida bu intayin ochiq.
Ma'lum jihatdan aytganda Beyjan ikki tarafning munosabatini boshqaruvchi davlat rolini o'ynayotdi. Alayhisalom. Podiganda mandatı dikene. Oynayatıdı. Zörür tepilganda muş etip şeyçini mukamlaştırdı. Kelgisi ümitlerini mukamlaştırdı. Alayhisalom. Geçirin vatandaş. Devlet Meclisi'nin opozdaq azası mundaq dedi. Amerika Cumhur kelişiminin hiç kanda kuralı yok. Mana haqiqiy gap. Endi qaytib keldik. Cumhurning po'lari nochiligini anglab boldik. Endi qaytib keldik. Mana haqiqiy gap. Nima deydi? Davlat Majlisining nopozliq a'zosi mundaq dedi. Amerika Cumhur kelishimining hech qanday roli yo'q. Amerikadan o'tib ketish bu Cumhurning nishonidir. Senatör Marco Rubio 12 ayning 10 kuni Amerika Davlat Mudofaa Universitetida Amerika'nın sanat, siyasi ve Cumhuriyet'in baş götürüşü mavzusunda nutq sözlep, Beyjan'ın nişanı harbiy ve iktisadi cihatta Amerika'dan ötüp ketiş. Alayhisalom. Marco Rubio, senatör Marco Rubio, Xitoyning mohiyatini ve bu mohiyat söz yurtayotgan sözünü azı Marco Rubio tonib yetdi, bilib yetdi Cumhuriyet'in maqsadının nima ekanligini Marco Rubio, senatör Marco Rubio. Şu Katariyada Amerikalık başka erbapla bilip yetti degan gap vatandaş. İsingizde bo'lsin bu gap. Beyjan'ın nişanı harbiy ve iqtisodiy jihat Amerikadan o'tib ketish. Bu nəhayət negizli xiris. Kelgusida imzolangan har qanday bir kelishim bu masalani hal qilolmaydi. Acayip cho'nqur falsafiy fikr. Qani va'da berib, va'dadan chiqolmaydi ekan odam öddisidan buni tayyorlab qo'ydim, saqlab qo'ydim Marco Rubioning so'zini, nutqini. Attiganlik birinchi o'qmashini tayyorlaymi, hurmatli vatandosh. Xushvaqt bo'linglar. Bugun sizlarga leksiya delik, muhokama leksiya elib bora olmadim. Sababi bir kech o'tib ketdi, chiroq o'chib ketdi. Meni kechiringlar vatandoshlar.